Alhamdulillah. Vessalatu vesselamu ala Resulullah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah subhanahu wa ta'alaga hisob hamdu sanolar bo'lsin ki u zoti va barakatga ham maqtov aytishni o'rgatgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durudu salovatlar bo'lsinki o'zining mana shunaqa bir yaxshi ajoyib kunida ders qilishni bizga nasib qilyaptilar. Boshlayotgan darsimizda ikkinchi qismiga xush kelibsizlar. İkinci qismini boshlaymiz. Xo'p, mana nimani video yozuvlar tayyor bo'lgan ekan, tashlab qo'ydim. Bemalol mana shu video yozuvlardan foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bundagi K nima degan yozuvni ko'ramiz. Xo'p, bu yozuv bo'lmasa nima bo'lar edi? Ko'rdingizmi? Shu nima smeta programma ошибка beryapti. Shu yo'q bunaqa smeta bo'lmaydi deyapti. Demak, bu narsani qilmaslik mumkin emas ekan. Endi mana bunaqa qilib tekshiradigan bo'lsak, o'sha smetamiz bor. Ko'ryapti smetani. Mana o'sha smetamiz tayyor. Endi smetamizga imzo qo'yishimiz mumkin. Qanaqa qilib? Mana shundan keyin bitta apostol qo'yamiz. Oyjigit familiyangiz kim sizni? Bekishev. Kim? Bekishev. Bekishev. Doğru yazdım mı? Bekishev, ha? Burada Bekishev. Hani endi bunu ko'ramiz tekshirib, qanaqa o'zgarish bo'ldi ekan. Mana Sostavil A. Bekishev deb yozdi. Ko'rdingizmi? Bu smetani kim qilganini aytyapti. Xo'p, sostavil kim bo'lgani bo'lsa, mana shu joyga yana bitta apostol qo'yib qo'yamiz. Moskvdan qo'yyapman, uzr so'rayman sizlarni. Boburjon, familiyangiz kim sizni? Anvarov. Anvarov. Endi ko'ramiz tekshirib. Bunda nima bor ekan? Mana Sostavil Bekishev bo'ldi, Proveril Anvarov bo'ldi. Anvarov tekshiryapti bu smetani. Haqiqatan hamma narsalar to'g'rimi yoki yo'qmi? Mana shu narsani tekshiryapti. Mana bu joyiga ham e'tibor beringlar. Mana 010101 LRB deyapti. Bu 010101 sonli lokalniy resursnoye vedomost degan ma'noni beradi. Xo'p, qanachi yana bitta familiya kirgizib ko'raylik-chi, unda nima bor ekan? Men o'zimkini yozaman. Unda qanaqa o'zgarish bo'lar ekan? Mana vvod данных deyapti. Bu degani ma'lumotlarni, fizobyumlarni men berganligimni haqida ma'lumot beryapti. Mana shunaqa qilib bu narsalarni ham hammasini bir qator tekshirib, yozib, o'chirib
trenirovka qilasizlar. Men bir narsani aytib qo'yayin sizlarga. Bu Putoning ishi, smeta ishlari ko'rgan bilan, videoda ko'rgan bilan, o'qigan bilan, birovdan eshitgan bilan, birovdan so'rab olgan bilan bo'ladigan narsa emas. Bu qayta takrorlash mashq bilan bo'ladi bu narsa. Bir marta ko'rdim, bo'ldi, o'qidim, tayyormanman degan gap o'tmaydi. Mana shu narsani hozir sizlardan keyin 3 kundan keyin yoki 1 haftadan keyin so'rasam, birontasi ham qaytarib ayta olmaysizlar menga. Bironta so'zini ham, nuqtasini ham, virgulini ham qaytarib ayta olmaysizlar. Agar mana shu narsani 1 hafta to'xtamasdan qaytarsangizlar, takrorlasangizlar, agar men urib ham sizlarni esingizdan chiqarolmayman. Islomda eski olimlarimizda, ulamolarimizda shunaqa gap bor. Qur'on yoki hadisni yod olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, hafizu Qur'onlar aytadi. 100 marta takrorla bir narsani. 100 marta takrorlasang yodlaysan, esingda qoladi sen. 1000 marta takrorlasang deydi, u seni mulkingga aylanadi. Bu narsalar takrorlash bilan bo'ladi. Boburbek, siz sal shoshqaloqlik odatingiz bor ekan. O'sha shoshqaloqlik odatingizni tashlaysiz. Agar shunaqa shoshqaloqlik odatingiz bo'ladigan bo'lsa, sizdan yaxshi injener chiqmaydi. Shoshmang. Qancha uzoq vaqtda o'rgangan narsa shunchalik uzoq saqlanib qoladi. Qancha tez o'rgangan narsangiz tez esingizdan chiqib ketadi. Xo'p, mana prayomni ko'rdik. Endi prayomga mana bu joydan bitta fiz ob'yomni olamiz. Mana bu yerda tablisada o'sha nimalar berilgan. Fiz ob'yomlar berilgan. Mana yozyapti. Оконный blok is plastika deyapti. 860 ga 1460 metr nimadan razmerda 2 dona. Jami kvadrati 251 bo'lyapti. Buni kalkulyatorga ko'paytirib ko'ramiz. Mana o'sha kalkulyator. Sakkiz yuz oltmish. Yo'q, 860 emas. 0,86 ko'paytiramiz 1,46 ga. 1,25 bir donasini kvadrati ekan. Endi mana bu joydan info degan qismimiz bor. E'tibor beringlar. Info, baza znaniy, Oper faylda ishlayapmiz. Mana shu info qismiga kiramiz. Mana shu info qismi. Hozirgi kunda shundan men sizlar qaysi ratsenkani qayerda qo'llanishni bilmaysizlar. Nimaga deganda, hali bu narsadan foydalanib ko'rmagansizlar. O'shaning uchun sizlarga bitta tavsiya beraman. Yaxshi professional darajada smetchik bo'lib ketguncha avvalgilarning birovlarning tayyor smetasidan foydalanishdi. Mana sizga tayyor smeta ko'rsataman. Mana bu yerda smeta bor ekan. Mana o'sha smetadan
Prayomi deb turib yozamiz. Prayomi. Bu nimani? Mana Zadelka Prayomov dedi, zakladka, штукатурка. Mana bu yerda nimasi bor? Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из металлопластика в каменных стенах, открывающимся поворотных, откинув поворотных. Mana bu yerda bizga bu narsa mana nimasi kerak? Raqami kerak. Y1001036002 degan. Mana bu joydan olamiz. Birinchi 10 deganni belgilaymiz. Mana birinchi 10 turgani mana shu narsasi. Mana o'sha 10. 01. Mana o'sha 01 ikkinchi turibdi. Keyingisi 03. Mana 03 emas. Boshqacha raqam ekan. 036 ekan. Mana izlab topamiz o'sha 036. Mana 1001 036. Endi 02. Установка в жилых общественных зданиях оконных блоков из дерева, алюминия, металлопластика va boshqa mana shu narsa. Mana shuni ochamiz. Ichiga kiramiz. Hop, mana bu yerda birinchi ish turi deganimiz bor. Mana shunga kirib o'qib ko'ramiz. Mana tablitsa nomerlari, raqamlari, nomlanishlari bor. Sostav работ deyapti. Bu yerda birinchi aytyapti. Установка блоков и выставленные в горизонтальной плоскости и вертикальной плоскости deyapti. Bu nima deyapti? Oyna romni joyiga olib kelib o'rnatish, uni to'g'rilash, tekislash, nima deydi, regulировка qilish, mana shu ishlarni hammasi mana shu ratsenkani ichida o'tiradi. To'g'ri, oynani olib kelib qo'yib ketdik, buni ustaga qanaqa olib beramiz, mana shu haqlari hammasi mana shu ishda o'tiradi. Закрепление в проеме. Uni nimaga mahkamlash? Qanaqa qilib mahkamlanadi? Dubel bilan, shurub bilan, pena bilan uni mahkamlaydigan juda ko'p nimalari, usullari bor. Yog'och pona bilan yoki alyuminiy pona bilan mana shularni mahkamlashni hammasi mana shu yerda o'tiradi. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пена deyapti. Mana oyna mahkamlangandan keyin pena bilan devorning oralarini to'ldirish. Установка стеклопакетов. O'sha shisha paketlarni joy-joyiga qo'yish. Endi bu yerda yozyapti. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из дерева, алюминия, металлопластика в каменных стенах, открывающимся поворотных, откидных. Bu narsani agar ruschaga tushunmaydigan bo'lsangizlar, juda ham oson buni yo'li. Mana shuni copyright qilib olasizlar. Mana bu joyda ChatGPT degan narsamiz bor. Mana o'sha ChatGPT. Mana shu yerga qo'yib, tagiga yozib qo'yasizlar. O'zbekcha ma'nosini tushuntirib ber. Mana sizga javob beryapti. Bu jumlani quruq tarjima qilib qo'yish oson. Lekin puto ko'zi bilan tushuntirmasak, yarim gap bo'lib qoladi. Keyin aniq va ishda qo'l keladigan qilib yoritib beraman deyapti. To'liq o'zbekcha ma'nosi. Turar joy va jamoat binolarida, tosh devorlarda
Ya'ni tosh devor deganda g'isht devor bo'lishi mumkin, beton bo'lishi mumkin, shlaka blokdan o'ralgan bo'lishi mumkin, gaza blokdan terilgan bo'lishi mumkin. Va hokazo mana shunaqa devorlarda ochiladigan aylanuvchi, ya'ni oddiy o'zimizning oynalar. Yuqoridan ochiladigan yoki kombinatsiyalar. Ba'zi bir oynalar bor tepaga ko'tarilib qoladi. Ba'zi bir oynalar bor ham aylanib ochiladi, ham tepasidan ochiladi. Mana shularning hammasi shu yerga kirgan. Yog'och alyuminiy. Alyuminiy yog'och bilan birikkan, qo'shilgan komplektda avvallar bo'lar edi bunaqa oynalar, hozirda yo'q. Alyuminiy. Alyuminiy o'sha akfa oynalarimiz faqat alyuminiydan hisoblangan yoki metalloplastik. Plastik oyna, buni ichida metalldan qovurg'asi bor. Yasalgan oyna bloklarini o'rnatish ishlari. Agar mana shu yerga e'tibor beringlar. Agar oyna o'rni proyom maydoni 3 metr kvadratgacha bo'lsa, tushundingizda? Mana shu narsani alohida urg'u berish kerak. 3 metr kvadratgacha bo'lgan. Bizda endi nima qancha edi? Bizning kalkulyatorımızda 125. kalkulyatorni o'chirib yuboribmanmi? Bizni Bittasi kalkulyator 125 edi. Demak, bizga mana shu nima ratsionga to'g'ri keladi degan. Endi buni oxirigacha o'qib chiqamiz. Endi razbor qilamiz injeneriyasiga. Bu ratsionga smetadagi ish turi nimani anglatadi? Qayerda qo'llaniladi? Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Turar uylarda, kvartiralarda qo'llaniladi. Jamoat binolarida qo'llaniladi. Maktab, ofis, shifoxona, mana shu joylarda mana shu ratsionkalar qo'llanilishi mumkin. Qanday devorlarda qo'llaniladi? G'ishtli, betonli, blokli devorlarda qo'llaniladi. Yog'och devorda emas, narsaga e'tibor bering. Ba'zi paytda yog'ochdan qurilgan yoki temirdan qurilgan uylar ham bor. U yerda emas. Qanday oyna? Yog'och alyuminiy, metalloplastik. Ochiladigan turi pavorotli, yonga ochiladi. Bizlarimiz oddiy, hamishaga ishlatiladigan oynamiz. Откидные yuqoriga ochiladi yoki pavorotli ikki xil rejimda ochiladi. Ya'ni bu gluxoy oyna emas, ochiladigan oyna. Oyna ikki xil bo'ladi, gluxoy bo'ladi, ham ochiladigan oyna bo'ladi. Asosiy cheklov eng muhim joy deb yozyapti. Proyom maydoni 3 metr kvadratgacha. Bu degani 3 metr kvadratgacha bo'lgan alohida ratsionka bor. 3 metr kvadratdan tepasida yuqorida alohida ratsionka bor. Masalan, 1,5 ga 2 metr bo'lsa 3 metr kvadrat tushadi. Mana shunga. 2 ga 2 4 metr kvadrat bu ratsionkaga tushmaydi. Bu nuqtai nazardan muhim loyiha topdik. Bu ratsionkada odatda nima kiritilgan bo'ladi? Ramani o'rnatish joyiga, ankerlash, mahkamlash, montaj ko'pigi penasi, germetizatsiyasi. Lekin откос, подоконник, отliv alohida hisoblanadi. Откosning nimasi alohida beriladi, podokонник o'rnatishlar alohida beriladi. Tashqarida sliv deymiz, отliv deymiz o'sha. Bu narsa ham alohida hisoblanadi. Qisqacha oddiy tilda aytiladigan bo'lsak, bu 3 metr kvadratgacha bo'lgan ochiladigan plastik yoki alyuminiy oyna o'rnatish ishi. G'isht yoki beton devorga. Mana shu narsa shunaqa qilib, shu narsani ko'rib olishlaringiz mumkin. Mana bu ratsionkani raqami, mana bu nomlanishi, mana bu yerda endi resurslari turibdi. Nimalar bor bu yerda? Bizda asosiy resursimiz chiroylikchasimiz, mehnat haqi. Mana shunchalik 100 metr kvadrat, mana o'lchov birligi. 100 metr kvadrat joyga mana shunchalik chiroylikcha transport bor. Zatratli turida mashinistda to'xtatib turamiz, keyingiga o'tadi. Kran avtomobildan hududida.
Bu yerda kran ishlatilishi mumkin. Nimaga ishlatiladi? Masalan, 20 etajli dom. 20 etajli domga qanday olib chiqasiz? Kiram bilan. Ana xolos, kran bilan ko'tarib olib chiqasiz. Подъемники мачтовые строительные. Shunaqa ish mexanizmi hozirgi paytda bu narsa ishlatilmaydi. Lekin bir paytlar e, bu nimalar, oynalar og'ir bo'lgan, yog'och oynalar bo'lgan, temir oynalar bo'lgan. O'sha oynalardan qolib ketgan nima bu? Resurs. O'sha nimada nima deymiz uni? O'sha ko'taradigan instrument bo'lgan. Mana hozir o'sha narsani o'zini internetda rasm bo'ladigan bo'lsa ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga. Bu narsani nima ekanligini. Mana o'sha narsa. Mana o'sha narsa. Mana ko'rdingizlar. Mana shu narsaga подъемники мачтовые deb turib aytiladi. Bu avvalgi paytlarda ishlatilardi. Yetishtirdi paytida juda ham ko'p foydalanilgan bu narsa. Hozir bu narsalar ishlatilmaydi. Uni o'rniga o'sha kranlar, nimalar foydalanadi. Mana unda kattalashtirsa bo'lar ekan. Kichkina bo'lib turibdi. Mana shu kattalashtirsa. Mana sal-pal bo'lsa ham ko'rinyapti. Ko'ryapsizlarmi? Bunu qanday kattalashtirishni bilmayapman. Mana bosib ko'ring chiqqan. Yo'q, bu yerda ham o'sha kichkina rasmlar ekan. Ishqilib ma'nosini tushundingizlar nima ekanini. Xo'p, o'sha narsa. Bu narsani bizda hozir ishlatilmaydi. O'shaning uchun bu narsani olib tashlaymiz. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu joyga S bilan yozilgan joyga kursorni qo'yamiz. Mishkani o'ng knopkasini bosamiz. Mana bu yerda удалить resurs degani bor. Iz pozitsiya degan joyi bor. O'sha yerdan bu narsani olib tashlaymiz. Nimaga deganda biz bu narsani ishlatmaymiz. Shuruppovyurt bor keyingisi. Bu narsani ishlatamiz. Bizga kerakli narsa. Perforator. Perforator qachon ishlatamiz? Bu rekonstruksiya, remont bo'ladigan bo'lsa ishlatamiz. Bizda hozirgi holatimizda rekonstruksiya eski KVP binosini qaytadan rekonstruksiya qilyaptilar. Bu yerda perforatorni ishlatamiz. Nimaga deganda eski oyna proyom yangisiga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Lekin yangi quriladigan bino bo'ladigan bo'lsa, bu narsani ishlatmaymiz. Shuning uchun bu narsani o'sha binoni loyihalash paytida yaxshilab o'rganish kerak bo'ladi. Yangi bino bo'ladigan bo'lsa ishlatmaymiz, olmaymiz. Eski bino bo'ladigan bo'lsa ishlatamiz. Avtomobili бортовые, грузоподъемность 0,5 tonna deydi. Avtomobil bortovoy albatta bu ishlatiladigan narsa. Nimaga deganda o'sha oynalarni, shishalarni, o'sha germetik, pena hammasini albatta mashinasi, yuk mashinasida qatnab kelinadi. Keyingisi zakladniy detali iz alyuminium profili. Buni ham ko'rish kerak. Bu narsani ba'zi joylarda ishlatiladi, ba'zi joylarda ishlatilmaydi. Yangi bino bo'ladigan bo'lsa, bu narsani ishlatmaysiz. O'zi proyomga to'g'ri kelib turadi. O'sha eski rekonstruksiya bo'ladigan bo'lsa, olasiz. Dyubel probki, dyubel ishlatiladi albatta. Shurup samarez ishlatilasiz. Pena ishlatilasiz. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, penani nimasini 0 qilib qo'yibdi. Bu degani o'sha buni ham ish turiga qaraladi. Nimaga deganda
O'sha rekonstruksiya eski bino bo'ladigan bo'lsa, pena ko'p ketib qolishi mumkin. Yangi bino bo'ladigan bo'lsa, pena kam ketadi. Buni o'sha hisob-kitob qilish kerak. Agar yangi bino bo'ladigan bo'lsa, bitta balonchik penani, mana 0,75 litrlik bitta balonchik pena qancha joyga ketishini o'sha nimada balonchikning o'zida yozib qo'yadi. O'shanga nisbatan hisob-kitob qilinadi. Odatda bizlar 100 metr kvadratga 69 dona pena yozamiz. Lekin bu konkret norma degani emas. Buni o'zingiz hisoblab chiqarishingiz kerak. Bundan keyingisi blok okonni mana bu nimani o'zi. Bu 1 metr kvadratga 1 metr kvadrat kerak. Mana bu narsalarning hammasini o'rniga qo'ydik. Mana bu yerda obyomni qo'ymoqmiz. Obyom 1.3 degan edingiz, ayjigit 1.25 madi? Ikkita ekanda donasi. Ha, ikkitasi 2,5 edi, ha? 2,5 edi. Mana bu yerda loyihada bor edi. 2,51 ekan. O'sha 2,51, o'sha 2,51 ni qo'yamiz. 51. Mana. Hop, bu ishlarimiz bitta hammasi. Endi buni buferga сохранить qilamiz. Mana yozyapti. Принят данные в буфер и покинут позиции deyapti. Ko'rdingizlarmi shu narsani? Mening mishkamni tagiga qaranglar. Ko'rdik. Mana shuni bitta Enter. qo'yasiz. Mana bu joyga buferga oldi. Endi nima qilamiz buni? Buferga olgan bo'lsa. Mana buni o'chiramiz. Asosiy tekstoviy redaktorimizga chiqamiz. Mana shu joyda mishkan nimani, kursorni mana shu joyga qo'yamiz. Keyin klaviaturada F8 degan knopkamiz bor. Mana o'sha F8 ni bosadigan bo'lsak, mana bizga o'sha nimani ratsenkani hamma kerakli narsalari bilan qo'yib berdi. Asosiy bitta narsani ko'rsatmoqmiz. Buni hozir aytib o'tib ketaman. Hop, buni tekshirib ko'ramiz endi. Qana smetada qanaqa ko'rinish bo'lyapti. Mana smetamizda o'sha puto kursda qilingan smeta, defekt. Smeta tuzilyapti endi, asosda. Tuzilyapti emas. Mana bu smetani birinchi nimamiz bitdi, bo'ldi. Mana mana proyom. Mana bu yerda yozilyapti, ustanovka, mana oynani ustanovkasi 1.02. Mana shu yerda bitta noto'g'ri ish qilib qo'yamiz. Mana shu eslaringizda qolsin, mana shu 1.02 degan narsa eslaringizdan qolsin. Qoldimi eslaringizda? Nimaga endi men buni o'chirmoqchiman. Mana bu nimada ishlaganda, smetada ishlagan paytda albatta ruscha klaviaturadan foydalaninglar. Eslaringizdan chiqmasin, daftarga yozib ham qo'yinglar shu narsani. Ruscha klaviaturadan. O'zbekcha yoki inglizcha klaviatura bo'ladigan bo'lsa bo'lmaydi. Nimaga? Mana qarang, mana bu yerda hozir menda o'zbekcha klaviaturada qolib ketgan. Mana bu yerda 2.51 degan obyom kirgizgan edik, eslagingizda bo'lsa. To'g'rimi? Ko'rdingizlarmi? Ko'rdingizlarmi? Ko'rdik. Mana shu yerda 2.51 degan nuqta bo'lib qolgan. Nuqta emas, mana shu yer vergil bo'lishi kerak edi. O'zbekcha klaviaturada o'sha vergil qo'yadigan bo'lsangiz nuqta qo'yib qo'yadi. Mana shu yerda vergil qo'yib qo'yamiz. Ruscha klaviaturadan foydalanish kerak. Nimaga deganda, ABS programmamiz ruslarning programmasi. Bu o'zbeklarning yoki inglizlarning programmasi emas. O'shaning uchun klaviatura hamisha ruschada tursin, ABSda ishlaydigan paytda. Xo'p, tekshirib ko'ramiz endi. Mana 0.0251. Ko'rdingizmi? Bitta vergil qanaqa rol o'ynab ketdi. Juda ham ehtiyot bo'lish kerak.
Boburbek, ayniqsa sizga taalluqli, siz sal shoshib qolasiz. Shoshmang. 2, 3, 5 marta tekshirib qiling bu ishni. Shoshma-shosharlik ketmaydi. Hop, mana bu joyda zatrati turida рабочий строитель bor. Mana mashinist bor. Endi mana bu yerda qarang. Zatrati turida mashinistov degan narsamiz bor. 595. Bu qayerdan keldi? Mana buni kran, şurupovert, avtomobil, perforator. Mana bu yerda 595 berilyapti. Bizda mashina mexanizmlarimiz bor, ha? Kran, mashina, avtomobil nimada, ham avtomobil. Mana shu ikkalasini qo'shsangiz 595 bo'lyapti. Mana zatrat turida mashinist. Bu avvallar bu ham esim davridan qolgan resurs. O'sha paytlarda mashina mexanizmlariga alohida, uning mexanizatorlariga alohida haq to'lanadi. Hozirgi paytda mana shu 595 kilovatch час mana bu mashina mexanizmi ichiga kirgizib yuborilgan. Shuning uchun biza mashina mexanizmi zatrati turida mashinist degan narsani olmaymiz. Bu har bir ratsenkamizda bor. O'shaning uchun biz nima qilamiz? Buni o'chiramiz. Buni ham o'chiramiz. Mana bu joyga kovus ochib R3 kovusni yopib yulduzcha kirgizib qo'yamiz. Mana endi qarang, sizda hozir nima bo'ladi? Tekshirib ko'ramiz. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, zatrati turida mashinistov degan narsa yo'q. Ko'rdingizmi? Bu butun hozir o'sha qo'ygan R3imiz butun smetaga ta'sir qiladi. Smetani hech qaysi joyida nima olinmaydi. Zatrati turida mashinistov olinmaydigan bo'ladi. Lekin ratsenkalarimiz 100% hammasida o'sha narsa bor. Nimaga deganda, boya aytganimdek, yana qaytarib aytaman. Bu eskidan qolib ketgan ratsenka. Hali bizim o'zimizning O'zbekistonimizda o'zimiz uchun yangi ratsenka o'ylanib topadigan bunaqa katta olim chiqqani yo'q. Ota-bobolarimizni qilib bergan ishlardan foydalanib kelyapmiz. Hop, mana shu narsa endi darsimizda ikkinchi qismi ham yakunlanib qoldi. Sizlardan uzr so'rayman. Yana bir minut tanaffus qilib olamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.